Voy. Oyiga $1000 dan $5000gacha daromad qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizlarga fasadniy plita ishlab chiqarish zavodiga yetib kelganmiz. Zavod juda ham katta. Nimaga $1000 dan $5000gacha deyapman? Jigarlar, bu qoliplar bilan o'sha fasadniy plitalarni ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy misol, mana shu ukalarimiz ham bulari Andijondan, Toshkent shaharidan, bu kishim ham Toshkent shaharidan. Bu kishi boshlagan ekanlar, fasadniy plita ishlab chiqarishni boshlaganlar. Endi bu qoliplarni ko'paytirish uchun kelgan ekanlar. Bu bolalar o'rganishyapti ekan. Ichkarida yana bolalar bor, ularni olib chiqib o'tirmadik. 3-4 kishi bo'ldi xolos. Xudo xolasa jigarlar, liboya biznes хорошо deydi-yu. Hamma biznes yaxshi, Allohga tavakkal qilib boshlasalar bo'ldi. Bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek, fasadingizga, xolasangiz fasadniy plita yoki so'killaringizga ham har xillardan bor. Yangiliklardan biz Andijon shahrida Gold Euro fasad kelganmiz. Davron akam asoschilar bo'ladilar. Xudo xolasa sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Sizlar like bilan bomba qilib qo'llab-quvvatlasalaring bo'ldi. Assalomu alaykum. Alaykum salom, Siddog'uz, xush kelibsiz. Salomatlisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Endi chachvorcha olishini shovqin qildik aka. Manzur tutasiz aka. Xo'p, nimadan boshlaymiz aka? Qoliplardan boshlaymiz, обучениyadan boshlaymizmi yoki fasadniy plitalar narxidanmi? Fasadniy plitamizni narxidan boshlasak, juda ko'p savol tushayotganlar. Showroomda juda chiroyli qilibsiz aka. Showroomlarni ham yangiladik, yangi turlaridan, yangi ranglaridan yana chiqarishni boshladik. Bilasiz, Gold Euro fasadda doimiy birinchi yangilik chiqadi, keyin boshqalarda. Hozir mana klassika modellarimiz, mana so'qilimiz, Dakota so'qillarimiz. Bu ham yangilik bo'ldi. Bu ham yangilik Gold Euro fasadda. Keyin Lego so'qillarimiz chiqqan mana. Yangiliklarimizdan. Legomi yo Regomi? Qanaqa bu? Lego. Lego buni bolachiqlari ham bor. Har xil turda, 4 xil razmerda. Eng xadovoyi hozir mana 20 ga 40 mana. Buni razmerlari derazani chetlariga, uгольный burchaklarimiz ham bilasiz, birinchi bizda chiqqan. Mana bunimiz ham yangiliklarimiz. Toshlarimiz narx-navolariga keladigan bo'lsak, 65 ming so'mdan 120 ming so'mgacha toshlarimiz narxlari 1 kvadrat metri o'zgarligi yo'q. Narxlari o'sha 65 ming so'mligi qaysi deb ko'p savollar tushadi-da. 120 ming so'mligi qaysi? O'rtada 65 ming so'mdan boshlab 75 ming, 85 ming, 90 ming, 95 ming, 100 ming, 110 ming, 120 ming so'mgacha fasadniy plitkalarimiz. Keyin ko'p savol ham tushadi, usta puli shuning ichidami deydi. Biz ishlab chiqaruvchimiz, bizdan faqat mahsulot sotib oladi. Agar ustasi yo'q xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, korxonamiz tomonidan ustalarimiz bor, 5-10 ta brigada. Ustalarimiz bilan yo'naltirib qo'yamiz telefon orqali. Kelishib olsa, borib ustalarimiz 55 ming so'mdan boshlab 70 ming so'mgacha qo'yishyapti. Usta xizmati. Yana yangiliklarimizdan lazerli 3D deb chiqdi. Bunimiz ham yangilik inshaalloh. Buni 3 svet qilib qo'ysa ham bo'ladi. Hozir bu yerda faqat 2 svetlar. 3 svet deganimizda 2 xil, 3 xil svet. 3 xil. Uje mononisini bo'lay, uni orqasini bo'lay, aslovasini bo'lay qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Xudo xolasa yana yangiliklarimiz juda ham ko'p. Katta объемda ham so'qilli toshlarimiz chiqqan mana. Kattaroq ekan. Kattaroq ob'yomda tezroq bitadi. Buni orqasiga haligi nima qo'yish shart emas, haligi sement qilish shart emas, bu qotiriladi shunday. Bu hammasi qotiriladi bizda. Hammasi qotiriladi. Reka bilan o'sha reka yoki profildan karkas to'qib bemalol qotirsa bo'ladi. Mahsulotlarimizga 20 yil garantiya beryapmiz hozir. Nimasiga? Issiqqa chidamlik, quyoshga, yomg'irga, mo'shik birinchi o'chirtda bemalol yangi quyma bo'ladi. Hozir ish jarayoniga ham o'tib ko'ramiz. Hozir zavodni ichidan ko'rsatamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Jigarlar, menga ko'proq mana sveti ham yoqdi, mana qaranglar. Bu ajoyib haligi. Bu 3D bu, to'g'rimi? Bu 3D, bilasiz, 3D bo'rtib chiqqanga o'xshaydi. Buni 4D'si ham bor bizda. Xudo nasib qiladigan bo'lsa 5D'si ham chiqyapti tez kunlarda. Endi bu nom qo'yganmiz o'zimiz. Kimdir deyishi mumkin. To'g'ri, ya nom qo'yish kerak, обязательно nom qo'yish kerak albatta. Keyin 65 ming so'mligi qaysi deganimizda 65 ming so'mligimiz, do'stim, однотонный svet bo'ladi. Serik, xuddi shunday korичневый, mokriy ranglarimiz 65 ming so'm. 120 ming so'mdan travintin mramor,
padmiramirlarimiz 120 ming so'mdan. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa, ranglari bor ekan. Bu rangi ham juda ham chiroyli turadi. Jigarlar bularimiz padmiramir chiroyli turadi. Mana misol uchun mana shu narsani kombinatsiya qilish uchun men nazarimda xuddi shundan fasad yopib turib, mana bundan so'kilga ishlatsangiz ham hali qora oq bo'lib kombinatsiya juda ham chiroyli tushsa kerak. Qorasi buni orasidagiga tushib, oqi o'zi boshqacha bo'lsa kerak. Endi o'zlari yana kesalaringiz bitga o'zlari fason ham qilib berishadi, qilib bergan joylari bor. O'sha joylarni rasmini ko'rsatishadi. Bitgandan keyin boshqacha bo'lgan. O'shalarni ham sizga tavsiya berishadi. Agar mabodo qiynalsangiz jigarlar mana. Bu yerda ham mana Kanakovskiy deb yangiligimiz chiqqan. G'ishga pishig'ishga o'xshab, ha, pishig'ishga o'xshab. Buni bir har xil qilib doim aytamiz, uyda biz bu yerda yo'q rang bo'ladigan bo'lsa, xonadon egasi zakaz qiluvchi xohlagan rangini aytadigan bo'lsa, 99% keltirib beramiz. Rangini xohlaganicha birga bir qilib. Birga bir qilib. Mana bu yerlar aytib o'tib ketaylik. Bularimiz 100 ming so'mdan, mana shu turishi. Kvadrat metr. 1 kvadrat metr 100 ming so'mdan. 20 yil garantiyasi bor. 20 yil garantiyasi bor. Juda ham yaxshi. Bu tomonda bularni qaranglar, jigarlar. Agar sizda dacha, dala hovli bo'ladigan bo'lsa ham bu juda ham boshqacha turadi. Endi agar uyga remontingiz qanaqa, no klassikmi, yo bir high techmi, yo bir zamonaviy boshqacha ham o'shanga qarab turib ham tanlaydigan bo'lsangiz, bu ob'yomda juda ham chiroyli ko'rinadi. Shaxsan menga mana bu rangisi ham juda ham yoqdi, ajoyib. Bu ham skromli, tabiiy toshlarni ham eslatib turadi. Bu qolib, bu narsa quyishadi. Buni agar bu sinadigan bo'lsa ham, bu alishtirishning imkoniyati juda ham oson bo'ladi. Keyin buni ichi ham bir xil bo'ladi. Quyma, rangi o'zgarmaydi. Shunisi bor, to'g'rimi? Albatta. Juda ham yaxshi ekan. Mana bu tomonda ham rangini qaranglar. Boshqacha chiqqan. Ya'ni so'killaringizga ham bir yangilik qilmoqchi bo'lsangiz, xudo xolasa bir keling va bu narsalarda hammasini avzo qilamiz desak, vaqtimiz ham yetmaydi. Iloji boricha sizga bir ko'rsatib ketyapmiz. Yangiliklarimiz juda ham ko'p-ka. Xudo xolasa, o'tgan safar aytganimizdek yengil toshlarimiz chiqishni boshlagan. Mana katta-katta ob'yomlarga 6 etaj, 7 etaj, 9 etaj domlarga davr uje yengil toshlarimiz ham chiqishni boshlagan. Ikkinchi ishxonamiz ham xudo xolasa Andijonda o'zida bir hafta 10 kunda ochilishi bo'ladi. Jahon bozor, mebel bozorini yanada xudo xolasa yo'llariga ham chiroyli qilib, showroom qilib, boshqacha qilib, reklamalar qilib qo'yamiz, xudo xolasa kelinaveradi. Bu so'kildikimi aka bu? Bularimiz ham so'kildiki. Qarang, qarang. So'kildi ham bu yorib yuborishibdi jigarlar, tabiiy toshga o'xshab, haliga chotga chiqqan. Bu aslida lekin ne? Showroomimiz o'zi 70% bitdi. 100% ga bitgan yo'q, xudo xolasa. Yangiliklarimiz juda ham ko'p. Kelaverasizlar, xudo xolasa, chiroyli qilib beramiz. Ko'rsatamiz. Mana ham skromli jigarlar, mana qaranglar. Skromli, hali rang-baranglikni yoqtirmaydiganlar uchun bu ham so'kilingizga juda ham skromli. Bunimiz Montana so'qilimiz. 2025-yilda eng oxirida chiqqan yangiliklarimizdan. Hozirgi kunda eng hit paradimizni birinchi o'rinda turadi bu. Zo'r ekan lekin, ha? So'qilga ham, fasadga ham qo'ysa bo'laveradi. Komplektchi ketsa ham bo'ladi. Chunki aytib o'tish joiz, birinchi yangilik faqat gold yevro fasadda chiqadi. Yaxshi izlanasizlarda, bu yerda bitta narsa, quyuvchi bolalar ham mutaxassis, o'zimiz ham mutaxassismiz bu yerda. Keyin bizdan o'g'irlashib, keyin yangilik chiqarishadi. Ko'chirmachilar juda ko'p. Endi ularni nomini aytmaymiz, omadini bersin. Avvalambor rizq Allohna. Albatta. Albatta, juda ham yaxshi. Nimaiki yangilik bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib yevro fasadda shu 3-4 oydan keyin boshqalarda chiqishni boshlaydi. To'ppa-to'g'ri aka, mana bularni ham qarang aka, mana. Dacha, dala hovli, shunga o'xshagan joylar, uyga ham, so'killaringizga qilsangiz ham juda ham chiroyli turadi. Bu rangini qarang, mana bu rangi ham chiroyli ekan. Bir xil rangni yoqtiradiganlar uchun. Mana har xillaridan bor ekan. Endi buni kombinatsiyasi bor. Mana misol uchun mana buni fasadga qilib turib, mana bunisini nimaga so'kilga qilsangiz yarashmasligi mumkin. Lekin bir-biriga kombinatsiyani to'g'ri tanlasangiz go'zal bo'ladi, aka. Albatta. Bu tomonda ham showroomlari bor, kiramiz, aka. Vaqtimiz uzoq ketmasin. Sal tezroq yurib kiramiz, mana. Bu tomonga ham terib qo'yishgan. O'zlari mana kombinatsiya qilib qaranglar, mana akalar. Kombinatsiya chiroyli chiqqan. Endi bunga ham kombinatsiya qilib yuborishgan buni. Chiroyli chiqqan bu. Bundan tashqari mana bu tomonga devorga ham qilishgan mana. Devorga ham bu tomonga bu arka holatda ham qilishgan. Chiroyli chiqqan bu ham. Bu tomonda devorni oxirigacha qilishadi mana.
Gold Euro fasad plita formi. Mana. Bu tomonlarda ham bor. Ko'rsatib qo'ying bitta. Ko'rib turganingizda mana kombinatsiyasini o'zlari topishgan mana. Bu bilan mana. Bu kombinatsiya bo'lgan. Bu ketgan shaqasiga. O'zlari edi ideya qilib, ana qilishgan. Siz o'zingiz agar g'oyiz bulardan kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, chiroyli tanlasangiz ham bo'ladi. Endi showroomga kiramiz. Mana. Qaranglar. Bezovta bo'lib o'tiriblar. Bu usta Shovvoz. Ustamiz. Ustamilar va Ustamiz. Nomerlari bor bulardi ham. Xonadoniga, sovuqligiga, fasadiga qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi ustalarimizdan. Birinchi bo'lib bu shunga ishlagansiz-da? Birinchi bo'lib 2000 nechinchi yil ochgan bo'lsak, shundan beri ustachilik qiladi. Shundan beri Yevro fasadni toshlarni qo'yib keladi. Ha. Hamkorlikda yaxshi. 12 ta viloyatga borib qilib beradi. 12 ta viloyat. Juda ham yaxshi. 12 ta viloyatga borib, qilib, xohlasa podkulich holat qilib berib bo'lsa ham keladi. Juda ham yaxshi. Bu tomon ham showroom, bu kichkina showroom, naryoqdagi katta showroom. Endi hozir ishlashayotgan jarayonni ko'rsatsak bo'ladi. Jarayonni ko'rsatsak bo'ladi. Zavodni quyilayotgan holati. Mana bu tomonda tayyor. Mana qarang mana. Mana jigarlar. Chiqayotgan mahsulotlar devolda nimani ko'radigan bo'lsa showroomimizda. Inshaalloh shu xonadonda ham xuddi shu narsa boradi. Xuddi shu narsa chiqadi. Xuddi shu narsa. Nimani zakaz qilishsa, xuddi shu narsa borib quyiladi. Mana hozir bunimiz Asaka cho'ntak choyxonasining yoniga quyilyapti. 250 kvadrat. 250 kvadrat quyilish boshlagan уже. Mana. Bu tomonda ham tayyor mana. Mana bunimiz bularda hammasi klassikamiz Qarshiga chiqib ketadi. Bu 3D'imiz Samarqandga chiqib ketadi, xudo xolasa. Mana bu tomonda. Bunimiz Jizzax bitta advokat opani uyiga quyilyapti, 300 kvadrat. Nemis fason deb qo'yiladi. Nemis fason. Hali bunaqa nimalarni, fasadlarni ko'radigan bo'lsa, boshqacha ajralib turadi boshqalar, ha? Ha, mana klassikamizga padmiramir quyilyapti-da, juda ham go'zal chiqadi. Birinchi bo'layotgan xonadon bunimiz. Xudo nasib qiladigan bo'lsa, Andijonda bo'ladi. O'zimizni Instagram sahifalarimizga yurtadigan anaqalarimizga qo'yish boshlaymiz, sahifalarimizga. Kiramizmi? Bu yerda mana ishlab chiqarish bu yerda. Keling. Mana Master Abduvosit olmaydi. Oliblarga quyishyapti mana. Ranglari polni quyma bo'ladi. Mana padmiramir quyyapti-da hozir. Ha. Polni tomiriga aralashadi ranglar. Ha. Mana shu o'zimiz ham original qolib ishlatamiz. Ko'p qolib chiqaradigan joylar. 100 qolipimiz narxini aytmabmiz. Qoliplarimizning narxi $130 $195 gacha. Buni ichida o'rgatib qo'yisham bormi? Buni ichida mana обучениyalar bu yerga keladigan bo'lsa, обучениyalarimiz mutlaqo besplatni, yotoq sharoitlarimiz, bir mahal issiq ovqat, 8 xil, oldi 7 xil, 8 xil uslubda, hozir 10 xil, 11 xil uslubda fasadli plita quyishni o'rgatamiz hozir. Masalan, jigarlar mana shu joyini videoda boshiga olib qo'yaman. 100 qancha dedik? $135 $195 gacha garantiyasi bori bor, garantiyasi yo'g'i bor. Agar ko'p joy aytadi-da, Gold Euro fasad bilan o'zimizga kelib aytayapti, retsepi bir xil deyapti-da. Yo'q, bizda boshqa joy bilan hech qachon retsepimiz bir xil bo'lmagan. Misol $160-170 dan olib kelib yig'lab kelganlar ham bo'ldi bu yerga. Kimligini aytmaymiz u odamlarni. Misoliga omadini bersin, lekin keladigan bo'lsa, xuddi mayerda nech pul mononcha so'm ekan desa, $20 skitkasi bor. Lekin Gold Euro fasad brend asosida chiqadigan qoliplarimizga 5 yil garantiya beramiz. 5 yil ichida tushuntiramiz, qaysi holatda bo'lsa kelib yangilab ketaveradi. Biznes qilmoqchi bo'lganlarda qolib o'zini o'zi 2 oyda yopadi. O'zini o'zi yopadi. Endi hamma ish ham tavakkalga tayyorlanadi. Jigarlar xudo xolasa Allohdan so'rab ishni boshlasalar, mana akalarimiz ham boshida boshlashganda mana shunaqa ko'ribni bo'lib, katta zavod darajasida boshlashmagan, to'g'ri, kichikroq bo'lgan. Hozirgi kunda ob'yomimiz 500 kvadrat. 500 kvadrat. Kunlik chiqadigan ob'yomimiz 500 kvadrat. 500 kvadrat chiqsa ham haligi odamlar borda
nimaga o'chirt uzoq kutib qolyapmiz deydi. Misoliga 38 xil turga yetdi hozir plitkalarimiz. 38 xil. Endi har biridan 20-30 kvadratdan qoliplari bor. 20-30 kvadratdan. Zakaslari kimnikidir 2 kun, 3 kun haligi uzoq qilib qoladigan bo'lsa, aytib o'tib ketaylik. Telefon qilayotganlar ham bor, hozir ulgurmay. Sabr qilasizlar. Mana shunaqa qilib bu quyilib chiqishiga berib yubormaymiz. Chunki uzoq viloyatlariga ketyapti. Hozir Samarqand, Qarshi, Jizzaxga bu yerda Andijon quyilyapti. Quritib, xonadan 50% qurgandan keyin tashqariga chiqib 100% qurib oladi. Yo'l yaqin emas. Olib borguncha sifatli borib olguncha ashunisiga do kafolat beramiz-da biz. Yetkazib o'sha butun borishligi. juda ham yaxshi. Xudo xolasa, aka, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa, jigarlar agar fasadli plita kerak bo'lsa ham aloqa qilsalaring bo'ladi. Yoki o'sha Rossiyaga borib ishlab yo musofirda ishlab kelib, o'ziga bir daromad, bir ishlab chiqarish qilmoqchi bo'lganlar uchun ham sizlar misol uchun 3-4 mingmi, 4-5 mingmi pulingiz bo'ladigan bo'lsa, akalar bilan maslahatlashib shu ishni boshlasangiz ham, xudo xolasa, hamma yo'l yo'rig'ini o'rgatishadi. Akalar shu vaqtgacha o'rgatib kelishyapti. Shogirdlari juda ham ko'p. Qoraqalpog'iston, voha, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston shogirdlari bor, xudo xolasa. Turkmaniston, Amerika, Zambiya, Rossiya, Ozarbayjon, Mongoliya xudo xolasa shogirdlarimiz bor. Bemalol aloqa qilsalaring bo'ladi. Tortinmanglar, uyatmanglar, telefon qilinglar jigarlar. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.